Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana xudo xolisa shahrimizda degan obyektimiz bitta. Chiroyli qilib tashqari fasadlarini travertin qilib berdik. So'qillariga ham travertinni chizib berdik. Ko'rib bitta baho berib qo'yasizlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqilaveradi. Darvozaxonalarga podsvetkalar bilan patlar qo'yib berganmiz. Biralarimiz ham yonadi, svet yo'lagan. So'qillariga travertinni o'zida chizib berganmiz. Koridorimizga, hayvonimizga, patolonlariga, devorlarga abo'y, gipsi karton, xullas. Ichkarimizdan chiroyli abo'ylar bosildi patolonlariga. Xullas, ko'rib bitta baho beraverasizlar. Svet o'chib qoldi. Oldi ko'ramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqilaveradi. Xudo xolasa, go'zal olib bitta